Yesugey o'g'li Temujinni Deysichun qizi Borte bilan unashtirib qo'yadi. Temujin 9 yoshda, Borte esa 10 yoshda. Sal ertamasmi Yesugey? Xullas, barcha ishlarni qoyillatib, endi uyga qaytayotganda yo'lda tatarlar qabilasini uchratadi va tatarlar uni kechki ovqatga taklif qilishadi. Bir qarashda mehmondo'st ko'rinsa-da, ularning asl maqsadi Yesugeyni zaharlash edi. Qani mehmon, zahar kabobdan oling. Ha? Zafar kabob deyman, bu bizning firminniy taomimiz. Shunday qilib Temujin otasiz, qabila esa yetakchisi va rahbarisiz qoladi. Bunday vaziyatdan foydalanib, ayrim qabila a'zolari Temujin va uning oilasini qabiladan haydab, oilaga tegishli qo'ylar va otlarni o'zlashtirib olishadi. Temujin oilasi bilan dashtda yolg'iz qoladi.